Chorvachilik hamda dehqonchilikda eng e'tiborli jihati bu suv manbai. Hozirgi sotuvga qo'yilgan fermamizda tabiiy suv manbaiga ega, ya'ni buloq suvi, oqar suvdan foydalaniladi. Bundan tashqari, mana shunday 400 tonnadan ziyod suvni o'z ichiga oladigan hovuz ham yaratilgan. Videoni oxirigacha ko'ring, hurmatli obunachilar. Fermamiz sotuvga qo'yilgan. Bunday narx, bunday sharoit O'zbekiston bo'yicha yo'q. Ushbu fermamizning obzorini bog' qismidan boshlashni qaror qildik. Bog'imiz umumiy 15 gektar maydonga ega bo'lib, asosan o'sha mashhur baxmal olmasidan turli xillari hamda boshqa turdagi mevali daraxtlardan 4000 tubdan ziyod daraxtlar bo'lib, hosilga tayyor holatda. Sug'orish uchun to'liq shlanka yotqizilgan, suv manbai uchun tabiiy buloq oqar suvi va 150 metrdan artizan quduq kavlangan. Shuningdek, 400 tonnadan ziyod suv zaxirasi uchun basseyn qurilgan. 2 gektarga barpo qilingan chorva kompleksimizda esa har biriga 100 boshdan chorvani o'ziga sig'dira oladigan molxonadan 2 ta, shuningdek yozgi ayvon qurilgan. Hozirgi kunda qiymati 1 milliard so'mga yaqin Yevropaning Avstriya davlatidan keltirilgan semental zotli chorva mollari boqib kelinmoqda. Ozuqa zaxiralarini saqlash uchun omborxonalar, yem-xashaklar tayyorlash uchun barcha uskunalar, qishloq xo'jaligi uchun texnikalar, bulardan bitta oddiy, bitta 2024-yilda ishlab chiqarilgan New Holland traktori hamda Niva avtomobillari, ishchilar uchun 4 ta xona, qishki va yozgi oshxonalar, ayvon, hammom, umumiy hojatxonalar ham mavjud. Bu fermamizga tegishli 200 gektar lalmi maydoni hamda 100 gektar laylov maydoniga ham ega. Yuqorida aytib o'tilgan, sanab o'tilgan texnika hamda chorva mollari hammasi o'z o'rnida qoldiriladi, hurmatli obunachilar. Ushbu fermamiz uchun egalar tomonidan 350 ming dollar qilib narx belgilangan. Albatta yana kelib, ko'rib, ferma bilan yaqindan tanishib, egalari bilan narx bo'yicha kelishsangiz bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, Jizzax viloyati Baxmal tumani Sangzor qishloq fuqarolar yig'inida hamda Telegram kanalimizda albatta lokatsiyani qoldirib ketamiz. Ma'lumot o'rnida Jizzax shahridan 60 kilometr uzoqlikda joylashgan. Shuningdek, yana bir ma'lumot, ushbu fermamiz uchun egalari bilan Jizzax shahrida ko'chmas mulklarga barter orqali ham kelishsangiz bo'ladi. Telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizga qiziqarli savollar, takliflar hamda ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi.